Bizda musulmonlarda bir yomon odatimiz bor. O shudiki, bir narsani otidan badimiz keladi, wala amalidan badimiz kelmaydi. Muborak payg'ambar islom aytdilarki, ey musulmonlar, do'konlaringni ilgarisini, ey musulmonlar, o'ylaringni ilgarisini, o'sha joyki sizlar sukunat va guzaron qilasizlar o'sha yerga, tahhiru, poklaylar. Fa innal yahuda la tutahhiruha. Yahudi nasoro bunday bir yomon amal, xabis amaliki o'ltigan joyini, do'konini, ilgarisini, qishloq va qaryasini pokligiga tavajjuh qilmaydi. O'y bizga bor kasofatimizni rohoyi ommaga taylaymiz. Ozor aziyati jomiyaga sabab bo'lamiz. Tashnoblariki o'ylarimizga istifoda qilamiz, rohi ubur murul ko'chay mardumga chiqaramiz. Va ayni hol o'tgan qaytganda oxirin daraja ozor aziyat beramiz. Falihozo bu sifatlar hammasi yahudni sifatidir. Vali bir insonga yahud desangiz, to oxirin ramaq zindaligicha sizni bilan dushmanlik qaror beradi. Qilayotgan ishimiz yahudda ishidir. Sahobalar ko'ring, do'konlarni eshigiga bir andaktarin xas xoshavtut ko'rmaysiz. Har inson yerda bilan qarori kattalarimizni aytishdan do'konlarini qabla zika ochib desa, do'konini ilgarisini bir dafa sifir edi, peshin pillasiga bir dafa sifir edi va oqshom jo'naguncha bir dafa sifir edi. Banom shorvolhoy mudabbir, shorvollarki nihoyat unga hazoron laqab ham bizda beramiz. Va harchi taloshini ham qiladi bechoralar. Bu ona ham ko'ring, do'konlarda yashini kasofatidan o'tib bo'lmaydi odam. Shu farhangi nazofat poklik voqean ketdi. Harchiki bizlar asriroq bo'lib boramiz, zamoni teknolojiyaga qarab pesh ketyapti bizlar, o'shancha bizda muhit izimizni oluda qilib bordik. Qaysi ko'chadan rohatlik bilan siz o'talasiz? Kasofat xonadonini dashga taylaydi, kunlarini rohi ommaga taylaydi, tashnoblarini yo'llarini rohi ommaga taylaydi va ayni hol qolasho'ylik xohar hamshiralarimiz qilibdi, shuncha bir farhang ketganki, hatto shu qolasho'yni suvni yetib biz banomi mag'zoba deymiz, o'zbek mardumcha, o'zbeklari shu mag'zoba suvlarini yetib nima taylaydi? Dashga taylaydi. Kulli jomiya shundan nola u figon qiladi. Falihozo aziz otalarim, aziz qavmlar, aziz nasl javonlar, aziz xohar hamshiralar ki meni salomni eshitasizlar, har qaysimizni mas'uliyatimiz shudiki, hifozat poklik jomiyamizga talosh va ko'shish kerak bo'lsa.